qiyomat kunida Alloh bir mo'min bandani olib keladi va uni o'rab qo'yadi. O'zi bilgan to'siq bo'ladi. Hech kim ko'rmaydi uning ichida nima bo'layotganligini. Va unga noma'lum olib beriladi-da, o'qi kitobini. Haligi mo'min kitobini ochadi. Albatta ichida gunohi bor. Bir qator o'qiydi savob, bir qator o'qiydi gunoh. Gunohlarni o'qigan paytda rangi qochib ketadi. Savoblarni o'qiganda rangi o'ziga keladi. Banda o'qib bo'ldi kitobini, ahvoli nima ekanligini bildi. Alloh taolo aytadi: "Ko'rdingmi kitobni?" Ko'rdim. Oqibati nimaligini tushundi. Dunyoda shu gunohlaringni yashirganmanmi deydi Alloh. Ha, Parvardigor, yashirgansan. Dunyoda yashirganimdek, dunyoda sharmanda qilmaganimdek, bu yerda ham seni yashiraman, sharmanda qilmayman. Yana bir marta kitobingni ochdi. Endi ochib qarasa, ichida bironta gunoh qilmagan. Shunda boyagi parda olinadi to'siq, hali banda xursand bo'lib, "Ha, umuqra'u kitabiya, mana meni kitobim, ko'ringlar. Mana ko'ringlar."